Hurmatli mehmonlarimiz, hurmatli obunachilarimiz, bizning podpischilarimiz bugun Instagram sahifamizda 200 ming bo'lganligi sababli shirinlarimiz mehmonlarimiz uchun tayyorlaganmiz, ko'rishingiz mumkin. Tarqatamiz, qani ketdik. Tak, bizda bugun obunachilarimiz 200 ming bo'ldi. Sababni o'zida arzmagan sovg'amiz bor, ta'minot qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar. Bizda bugun obunachilarimiz Instagramda 200 ming bo'ldi. Shu sababli kichik arzimay sovg'amiz bor. Hammaga baho berasizlar. O'zlaringizni xo'sh kelibsizlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bugun bizda Instagram obunachilarimiz 200 ming bo'ldi. Shu sababli mana shunaqa tortlarimiz daryo kek tarafdan tayyorlangan. Hammaga baho berasizlar. Yoqimlisiga yaxshi o'tiribsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qanchalarmi? Tak, bugun bizda Instagram obunachilarimiz 200 ming bo'ldi. Shu sababli kichik shirinligimiz bor sizlar uchun. Ta'miga baho berasizlar. Aslan bor, rahmat. Rahmat katta. Mana shuni bitta qo'ying. Rahmat. Podpiska bo'lganlar uchun rahmat. Bo'lmaganlarga bosib qo'yamiz. Yoqimlisiga. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchilar. Bizda bugun podpischlarimiz 200 ming bo'ldi. Shu sababli mana shunaqa arzimagan sovg'amiz bor. Daryo kek tarafidan tayyorlangan. Ta'miga baho berasizlar. Yoqimlisiga yaxshi o'tiribsizlar. Bugun bizning Instagram sahifamizda obunachilarimiz 200 ming bo'ldi. Shu sababli sizga arzimagan sovg'amiz bor. Ta'miga baho berasizlar. Yoqimlisiga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bizda bugun Instagram sahifamizda 200 ming yetdi. Shu sababli kichik arzimagan sovg'amiz bor. Ta'miga baho berasizlar. Assalomu alaykum. Tak, bugun bizda Instagram obunachilarimiz 200 ming bo'ldi. Shu sababli arzimagan sovg'amiz bor. Ta'miga baho berasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlar? Bugun bizning Instagram sahifamiz 200 ming bo'ldi. Shu sababli sizga arzimagan sovg'amiz bor. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshi kelibsizlar aka? Uzun bezovta qilmaydi. Bugun bizning Instagram sahifamizda 200 ming obunachi bo'ldi. Shu sababli arzimagan sovg'amiz bor. Yoqimli ishtaha. Sizlarni daryodan kutib qolamiz. Daryo bu mazza.